Butun dunyoga mashhur futbolga oid Skori90 portali ayni damdagi futbolchilarning holatidan qayd etgan natijalardan kelib chiqqan holda Oltin to'pga da'vogar futbolchilar reytingini tuzib chiqdi va hozir marosim o'tkaziladigan bo'lsa, kim Oltin to'pni olishi ham aniq bo'ldi. Do'stlar, hozir sizlar bilan o'sha reytingni top 10 taligini, ya'ni top 10 ta futbolchilarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin futbolga oid shunaqangi tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik. Demak, ro'yxatga e'tibor beramiz. 10-o'rin Vitinha, Portugaliya PSG. 9-o'rin Rafinha, Braziliya Barselona. 8-o'rin Dembele, Fransiya PSG. 7-o'rin Pedri, Ispaniya Barselona. 6-o'rin Michael Olise, Fransiya Bavariya. 5-o'rin Declan Rice, Angliya Arsenal. 4-o'rin Erling Haaland, Norvegiya Manchester City. 3-o'rin Harry Kane, Angliya Bavariya. 2-o'rin Lamine Yamal, Ispaniya Barselona va 1-o'rin ayni damda Oltin to'pga da'vogar bo'lib turgan futbolchi Kylian Mbappe, Fransiya Real Madrid. Xo'sh do'stlar, sizni bu reyting qoniqtirdimi? Futbolchilarning joylashuviga fikringiz qanday? Barchasini kommentariyada qoldiring.